Bedana tuxumi kamayib ketishiga nimalar sabab bo'ladi? Assalomu alaykum barchaga, hammaga xayrli tong. Bedanalar ham bir haftadan beri tuxumini hisob-kitob qilmagan edim. Bir kunda qancha tug'yapti, o'zi necha foiz. Kecha ertalab hammasini terib olganman, shu bilan teginilmadi. Bugun ertalab mana bir sutka bo'ldi. Sanadim, hisob-kitobini oldim. O'ta biroz kamayib qolgan. Odatda 85%, umumiy hisobda o'rtacha 85% chiqardi. Hozir 77% gami shunaqa chiqdi hozir. Bir ko'ringlar. Mana bular birinchi qator 90% gacha tug'ardi. Hammasi 50 tadan bor, u 45 tagacha tug'ardi, 90% chiqardi. Qolganlar 75, 70, 66 shu atroflari edi-da endi. Hozir hammasi bir-biriga yaqinlashib qolibdi, lekin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kilo 33 ikkini qo'ysak 35. Bu degani 35 ta chiqdi degani 70% degani. Odatda bular 90% chiqardi. Bu yoqda ham 37 tami shunaqa edi. Plus jami hisobda hozir 178 tami chiqdi adashmasam. To'g'ri, tuxum keskin kamayib ketgani yo'q, lekin biroz kamayganda baribir. Agar kimdir biladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsa yoki direktimga yozib qoldirsa, juda ham xursand bo'lar edim. Nima sabab ekani? Biroz kamayib qolgan.